Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga juda ham bir chiroyli, fayzli xonadon topib qo'ydim. Salkovskiyda joylashgan 3 sotuvdan iborat 9 ta xona, 5 ta spalni, 5 ta sanuzilli xonadonimizda ko'ryapsizlar, juda ham oppoqqina chiroyli qilib qo'yishgan, sizni qalbingizga o'xshatib qo'yishgan. Bu xonadonimizda srochni sotilyapti. Narx-navo bo'yicha ham oxirida aytib o'taman. Videomizni ko'rib, yuzlayotgan, uchastka qarayotgan do'stlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Qani ketdi, boshlaymiz. Kirish qismimiz mana bu yerdan boshlanadi. Mahallamiz ham juda ham chiroyli mahalla, juda ham fayzli mahalla. Hovlimizga bemalol ikkita mashina siqadi. Mana bu joyimizda esa qarang. Basseynimiz bor. Basseynimiz ham anchagina chuqur, 2 metrga 5, bu yog'i 3. Maza qilib yozgi kunlarda cho'milsangiz ham bo'ladi. Kirish qismiga mana bitta ikkita xot bor. Oshxonaga ichkaridan ham, tashqi mana bu yoqdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Mehmon kelib qolganda ko'proq bemalol udobni bo'ladi. Qani kelinglar ichkarini ko'rsatib chiqaman. Uyimizga ham ichkarisiga kirib oldik. Uyimizda 3 ta urindan iborat. Birinchi etajni ko'ryapsizlar, kattagina hol, bu yoqda esa oshxonamizda joylashgan. Oshxonamizdagi ham hamma texnikalari bo'sh qo'yilgan. Mana bular esa hammasi tosh qilingan, hurmatli obunachilar. Qarang, bu yerda zo'r narsasi bilasizmi? Bu yoqda zimniy, bu yoqda letniy qilib qo'yishgan. Qarang, ichkarida o'choqlar, vitichkalar hammasi qilib qo'yishgan bor-ku. Maza qilib oshlarni ham o'choqda quvurasiz, ichkarida issiq bo'ladi. Bu yoqda moykamiz bor. Bu yoqda xot bor, orqa hovli yo'q, lekin kichkina xot qilingan, havo aynalib turadi uyimizda. Kelinglar. Bu yoqda esa posudomoykamiz ham bu ham bo'sh. Posudomoyka hozir ayollarimizga juda kerak bo'lib qoldi, ishlari juda ham yengil bo'lib qoldi. Qani kelinglar. Bu yoq esa kattagina zalimiz. Zalimizda ham kvadraturasi anchagina katta, bemalol anchagina mehmonni o'zini ichiga oladi. Eshiklarimizga keladigan bo'lsa, eshiklarimiz hammasi krashni juda ham sifatli, yaxshi eshiklar o'rnatilgan. Birinchi etajimizda esa bu birinchi sanuzilimiz. Sanuzilga bu yerda unitaz, rakovina hech narsa qo'yilmagan, o'zingizga didingizga mos xohlaganingizda qo'yib olsangiz bo'ladi. Bu esa kattalar master spalnisi bo'ladi. Spalnini ko'ryapsizlar, juda ham ranglarni uyg'un, zo'r qilib qo'yishgan va bu yoqda esa o'zini sanuzili bor do'stlar. Kirib ko'rishingiz mumkin. Shu aytib o'tganimdek, dushlar qilingan, faqat unitaz, rakovinalarni o'zingiz didingizga moslab qo'yib olasiz. Birinchi etajimizda spalni, zal, sanuzil, oshxona, hol bo'lyapti. Endi ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Mana bular hammasi tosh qilingan va hammasi o'zi yonadigan podsvetkali qilingan. Xo'p, ikkinchi etajga chiqib oldik. Ikkinchi etajimizda kattagina hol, 3 ta sanuzil, 4 ta spalnidan iborat. Qani kelinglar ko'rsatib chiqaman. Bu joyimizda birinchi kattalar spalnisi bo'ladi. Master spalnimiz. O'zingiz xohlagandaqa mebellarni joylashtirib, didingizga moslab, chiroyli qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu yoq esa sanuzilimiz, bu yerda ham unitazlar qo'yilmagan. O'zingizga moslab qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Uyimizda 100% cho'plik pol qilingan, xonadonimizda skvoznoy, havolar aylanishi juda ham zo'r. Bu yoq esa hovliga qarab turgan detskiy xonamiz. Oynalarimiz hammasi terma, mavlar ham hammasi tosh qilingan, чтобы bu siz uchun komfort hamma narsa qilingandek qisqasi. Kelinglar. Bu esa общий sanuzilimiz bo'ladi. Bu ham dush, unitaz qo'ygan, qilinmagan. Bu yoqda esa yana bitta kattalar spalnisi. Mehmonlar uchun yoki farzandlaringiz ko'p bo'lsa, ularga chiroyli qilib spalni qilib bersangiz ham bo'ladi. Kelinglar. Bu yoq esa yana bitta katta spalnimiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, kvadraturasi anchagina yaxshi qilingan va bu yoqda esa o'zining sanuzili bor do'stlar. Uyimizda yoqayotgan bo'lsa, bitta lashani qizartirib qo'ysangiz, qip-qizil qilib biz xursand bo'lib qolamiz. Endi bizga navbat podvalni ko'rib chiqamiz, keyin oxirida narxini aytib o'taman, qani kelinglar. Xo'p, podval qismiga ham tushib oldik. Mana bular hammasi podsvetkada yonadi. Hozir mana bunaqasiga chiqsam, o'sha yonishni boshlaydi. Ko'ryapsizlarmi? Qana tushdi, mana bitta kattagina hol, bu yerda ham o'zingizga didingizga mos narsalar qilib olsangiz ham bo'ladi. Pastimizda bu birinchi xonamiz bo'ladi. Bu xonamizda xohlasangiz kinoteatr, xohlasangiz o'zingiz menimcha ko'p narsa qilsa bo'ladi. Kelinglar. Mana bu yerda anchagina katta joyimiz bor. Mana bu joyimizni bitta ko'rsatib chiqaman hozir. Mana bu joyimiz ham anchagina katta xona, lekin bu ichi bilasizmi nima qilsa bo'ladi? Detskiy xona qilib qo'ysa ham bo'ladi yoki игровой zona qilsa ham bo'ladi. Ko'p narsa qilsa bo'ladi lekin. Bu yoqda esa холодный xonamiz bor. Bu yerda prachka qilib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz stiralka hammasi qilib, hamma ishni ashqol-dashqol qilib tashlaysiz bo'ladi. Bu yoqda esa kotelniy xonamizda joylashgan. Bular hammasi eng zo'ri qilingan. Bu yerda basseynimizning yuragi, hamma narsani
Eng zo'ri nemetskiy narsalar, kamera, nabliudeniylar hammasi qilib qo'yishgan. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, 580 ming so'raymiz. Agar sizda shita bo'lsa, biz chotki narxda kelishtirib berib yuboramiz. Ulgurib qolinglar, chiroyli uchastka qarayotgan do'stlaringga, yaqinlaringga, niyat qilganlarga uyimizni yuborib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman, joylaringiz sog' bo'lsin. Bizdan uzoqlashmanglar. Alo, quvvaraverasizlar. Hammaga rahmat, xayr.